А дини торпеда почем продаете? 60 рублей. 60 рублей, да? Как идет? Нормально. Нормально, да? Удачи вам. Дини много немножко. Дини много. В каждом машине почти дини. Hormayli akalar. Alaykum assalom. Qovun nech pul sotyapsizlar torpeda? 50 so'm. 50 so'm torpeda. Ketish qalay ketishi? Bozorda ozmi ko'pmi? Ko'pmi? Qovun ko'pa? Ha, turkmenkachi. 40 so'm deng. Xo'p, salomat bo'linglar. Qovun ko'proq dedim, o'zim ham o'sha ko'proq deyishyapti. Shunga qarab harakat qilaverasizlar akalar. Biz bu videolarni like yo boshqa narsa uchun qilmaymiz. Biz bu videolarda bu lavhalarni islohotlar borasida bozorda ko'p bo'lsa olib kelmang. Oz bo'lsa olib keling, narxga qarab harakat qiling, ob-havoga, umum holatdan kelib chiqib ish qiling, ziyon qilib qolmang yoki foydadan qolib ketmang degan maqsadda qilamiz. Shuning uchun xulosa o'zlaringizdan aytib qo'yish bizdan. Har bir insonni ikki yelkasini ustiga yaratgan, bosh berilgan, uni ishlatish har bir insonni o'ziga bog'liq. Salomat bo'lasizlar. Kartoshka nech pul sotyapsizlar? 25, sabzichi 25 so'mdan. Sviklar 30 сом. Свердловскими. Ребята, вот смотрите, какие овощи, картошки. Почем продаешь такой? 25. 25 рублей. А капуста? Капусту агросовхоз. Агросовхоз? Это 18. А лук? Лук Казахстан 20. 20 rubl. Zelilarni nech pul sotyapsiz aka, hormat? 250 so'm hammasi, ha? Qadriya.